Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi 12 talik xurram fasondagi stol stulimizni video obzorini qilib o'tamiz. Xo'p, stullar 100% yong'oqdan, gullari patina, oldiyoqlari gul o'yilgan 3D fasonda, machalkasi ham 12 cm, sidinasi Turkiya material, tuymachalik qilib tayyorlab berganmiz. 100% yong'oqdan. Xonning razmeri 3.60 ga eni 1.20, tagida tumbalari simali. Narxi 11,5 million so'mga chiqadi. Orqalari pardali broshkali. 20 talik, 24 talik zalda razmeriga moslab tayyorlab beraveramiz. Xudo xolisa sifatlari ham juda chiroyli holatda tayyorlangan. 12 talik. Bu ishimiz bo'lsa, bu ham yong'oqdan, stulning yog'ochlari 100% yong'oqdan, xonlar MDF, xon taxta vazifasini bajaradi. Razmeri 3.20 ga 1.20. Mana xonlarni ham sifatlarini ko'rishingiz mumkin. Mana stullar ham 100% yong'oq. Hammasi mana bir xilda. 12 talik narxi 7 million so'mga chiqadi. Sexdan chiqish narxi. Mana bunisi ham o'rtacha 7 million so'mlik stulimiz, faqat bu latta materiali attachento. Mana gulli. Xuddi shuni mana oldi oyog'i 3D fasondagisi ham bor. Materiallari 100% Turkiya. Oldi oyog'iga 3D yog'och o'ziga o'yilgan, orqalari pardalik. Mana hammasi bir xilda. Sifatlari xudo xolisa mana tiniq bambu gul 12 talik. Buni narxi 7,5 million so'm. Farqi shu, oldi oyog'iga gul o'yilgan 3D fason. Xonning razmeri 3.20 ga 1.20, avalni qilib ishlaganmiz. Mana bu yertagimiz kapalay fason deymiz, mana plankali kapalay. Buni ham materiallari Turkiya, yog'och 100% yong'oqdan, xonlari MDFdan, xon taxta vazifasini bajaradi. Buni ham 12 talik narxi 7 million so'mga chiqadi. Mana orqalarini ham materiallari bir xil oldi bilan. Toza sifati tiniq mana. Oq jemchug qilib ishlaganmiz. Xohlagan razmerlarda uyda mehmonxonani aboyiga, gilamiga, pardalariga moslab tayyorlab berish imkoniyati bor. Telefon raqamini qo'yganmiz, bemalol aloqaga chiqib, boshqa fasonda stol stullarimiz ham bor. Qo'yganni telefonda gaplashamiz, bemalol aloqaga chiqib zakaz qilishingiz mumkin.